7-sinf O'zbekiston tarixi 41-42 mavzular. Ta'lim. Abu Homid G'azoliy 1058-1111-yillarda yashab o'tgan. Abu Homid G'azoliy o'z davrida Hujjatul Islom, Islom dalili nomi bilan mashhur bo'lgan. G'azoliy Sharq va G'arbda ilohiyatchi, faylasuf sifatida tanilgan. G'azoliyning Ihyou Ulumiddin asarining ilm kitobi qismida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi odoblari haqida ibratli fikrlar bayon qilingan. U ilmning avvali sukut qilish, keyin tinglash, keyin uni yod olish, keyin unga amal qilish, keyin esa tarqatish, boshqalarga o'rgatishdir, deb yozadi. Ilmni kimlarga o'rgatmoq lozim degan savolga dunyoviy va diniy ilmlarni faqat qalbiy ezgulikka limmo-lim insonlarga o'rgatish lozim. Ilm faqat ezgulikka xizmat qilishi kerak degan fikrni ilgari suradi. Tolstoyning Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab asarida Xorazmdagi jonbos qal'a va tuproq qal'adan topilgan zardushtiylarning ibodatxonalari haqida shunday yozadi. Inshootlarning o'rtasida qo'sh devorlari bilan qurshalgan va ichkariga aylanma yo'lagi bilan to'g'ri burchakli bino bo'lgan. Xonalardan 140 ta teriga va yog'ochga yozilgan turli mazmundagi hujjatlar hamda 138 ta katta-kichik haykalchalar topilgan. Turonda islomga qadar ham bir necha asrlar davomida shakllangan ta'lim tizimi mavjud edi. Mintaqada islom dini mafkurasining o'rnatilishi natijasida mahalliy ta'lim tizimida madrasa deb atalgan oliy ta'lim muassasalari paydo bo'ladi. Shu ma'noda ilk oliy o'quv yurti 8-9 asrlarda Buxoroda paydo bo'lgani ham bejiz emas. Ulardan eng mashhuri Farjak madrasasi bo'lib, u 937-yil yonib ketgan. Samarqandda 10-asrda 17 ta madrasa tashkil etilgan. Maktabdan yuqori bosqichdagi ta'lim dargohlari to madrasa nomi qat'iylashguncha majlis deb atala boshlagan va ularda shayx, hakim yoki ustoz deb atalgan ilmli kishilar dars berganlar. Turondagi davlatlar ma'naviy va ma'rifiy hayotiga nazar tashlasak, bu hududlarda savodxonlik yuksak darajada bo'lgan. Masalan, Mug' tog'idan topilgan hujjatda 8-asrda o'lkamizda ro'y bergan voqealar haqida so'z boradi. Bu hujjat kulrang ipak tolalari aralashgan Xitoy qog'oziga bitilgan. Hujjatni Devashtichning quli yozgan. Bu esa Turonda nafaqat erkin aholi, balki qullarning ham savodli bo'lishiga e'tibor qaratilganidan dalolat beradi. Akademik A. Sagdullayevning Qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda nomli kitobida sug'd yozuvi ish yuritishda, savdo va madaniy aloqalarda katta ahamiyatga ega bo'lib, qadimgi Uyg'ur, Mo'g'ul va Manjurlar yozuvlari paydo bo'lishiga asos bo'lganligi ta'kidlanadi. Iftalilar va turk xoqonligiga oid bo'lgan tangalarda podshohlarning rasmi tushirilib, ismlari bilan zarb etilganlari uchraydi. Turk xoqoni istami Vizantiya imperatoriga noma yuboradi. Elchining sug'd ekanligi va u olib borgan noma sug'd tilida bitilganligi tarixiy manbalarda qayd etiladi. Iftalilar davrida mintaqada sug'dcha, xorazmcha, buxorocha, karoshta, iftalicha yozuvlar mavjud bo'lgan. Qutayba ibn Muslim davrida Buxoro hisorining ichida jome masjidi va madrasa bino qilingan. U joy ilgari butxona edi. Qutayba ibn Muslim davrida Afshona qishlog'ining ekin yerlari va biyobonlari madrasa talabalariga vaqf qilingan. Madrasalarning ta'minoti pul, g'alla va o'sha ikki mahsulotda aralash holda amalga oshirilgan. Har bir madrasa huzurida boshlang'ich maktablar bo'lgan. Boshlang'ich ta'limda 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qitilgan. Madrasada ta'lim olish esa 12-14 yoshdan boshlangan. Ta'lim aslida bepul bo'lgan. Shuningdek, nizomiya madrasalarida talabalarga stipendiya berilgan. Mashhur sayyoh Istahriy
850-934-yillarda yashagan Istaxriy xorazmliklarning ilmga o'chliklarini o'zining Kitob Masolik val Molik asarida hozir Bag'dodda biror bir olim yo'qki, uning xorazmlik shogirdi bo'lmasin, deb ta'kidlagan. Keyin Istaxriy bilan Ishtaxriy ikkita odam, shuni ham aytib o'tay. 9-asr boshlarida Balxda 400 ta madrasa va 900 ta maktab bo'lgan. Turon uyg'onish davrining o'ziga xos xususiyati avvalo matematika, astronomiya, fizika, kimyo, geodeziya, farmakologiya, tibbiyot kabi aniq va tabiiy fanlarning, shuningdek tarix, falsafa va adabiyotning rivojlanishida namoyon bo'ldi. Xorazmshoh Anushtegin davrida jami 4440 ta, faqatgina Gurganchning o'zida 700 ta madrasa bo'lgan. Kaykausning Qobusnoma asarida yozishicha, ilmning sifati 3 vajhdandir. Yo bir pesha bilan bog'langan ilm, ilm bilan bog'liq pesha, xayr va dalolatga taalluqli odat. Biror pesha bilan bog'liq ishlar tabiblik, munajjimlik, muhandislik, massohlik, ya'ni yer o'lchovchi, tanobchi, shoirlik va bularga o'xshash ishlardir. Ilmga taalluqli bor pesha xunyogarlik, ya'ni musiqa asboblari ustasi, baytorlik, otlarni davolovchi, binokorlik, koruskunlik va bulardan tashqari ishlar ham bordir. Bularning har birisida shundoq qoidalar bordirki, agar sen uning rasmin va tartibini bilmasang, har qancha usta bo'lsang ham ul bobda serrayg'on kishidan bo'lursan, ya'ni taajjublanib turg'aysan, deydi. Like bosish va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi mavzularni profilimga kirib ko'rishingiz mumkin.